Barchani tabriklayman. Loyiha siz bilan aloqada Guru Markets. Kompaniya haqida qisqacha ma'lumot bilan boshlaylik. Biroz keyinroq har bir ko'rsatkichni batafsil o'rganamiz. Agar kerak bo'lsa, uni to'xtatib qo'yishingiz mumkin. Ko'rib chiqilayotgan tashkilotning barcha ko'rsatkichlarini batafsil ko'rib chiqishingiz mumkin. Biz kompaniyaning joriy fundamental ko'rsatkichlarini tahlil qilamiz. Cloudflare Inc. ticker net. Ushbu sharh 2025 yil 24 may holatidagi ma'lumotlarga asoslangan. Tasnifi bo'yicha Guru Markets kompaniya Cloudflare Inc. pastki toifaga kiradi. Internet baholashda 72 ta tashkilot ishtirok etadi va bu juda vakildir. Biz ushbu videoning oxirida buyurtma jadvalini ko'rib chiqamiz. Kompaniya uchun umumiy ball 10 balldan -7, 5 ball. Kichik kategoriya uchun o'rtacha ball 3 ball. Umuman olganda AQSh fond bozorida. Umuman bozor uchun o'rtacha natija 1.9 ball ekanligini ko'rishimiz mumkin. Kompaniyaning -7, 5 ball reytingiga qarshi Cloudflare Inc. Kompaniya aksiyalari narxining dinamikasini solishtirish. Cloudflare Inc. va kichik toifadagi kompaniyalar. 12 oy davomida aksiyalarni ko'ramiz. Cloudflare Inc. 112,5% dinamikani ko'rsatdi. 9,1% kichik toifadagi narx dinamikasiga qarshi. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Cloudflare Inc. 54,79 milliard dollarni tashkil etadi. Va kichik toifaning kapitallashuvi 12,485 milliard dollarni tashkil qiladi. Cloudflare Inc. ulushi 439% ni tashkil etadi va kichik toifadagi juda kichik kompaniyalardan biridir. Kompaniyaning balans qiymati 1,27 milliard dollarga baholanmoqda. Kichik toifadagi balans kapitallashuvi esa 1089 milliard dollarni tashkil etadi. Cloudflare Inc. ulushi 117% ni tashkil etadi. Bozor va balans kapitallashuv aksiyalarini solishtirib, biz quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Baham ko'ring. Cloudflare Inc. fond bozori qiymatini baholashda kichik kategoriyada 439% ni tashkil etadi. Kitob qiymati kapitallashuvi 117% ni tashkil etadi. Bu bozor qiymati ulushidan 73% ga kam. Kompaniyaning bozor ulushini va kichik toifadagi balans qiymatini baholash yomon -1 ball. O'rganilayotgan tashkilot 322 milliard dollar qarz majburiyatlariga ega. Qarzning buxgalteriya kapitaliga nisbati kapitalning 104,1% ni tashkil etadi. Kompaniyaning moliyaviy majburiyatlari natijasi yomon -1 ball. Kompaniya aksiyalari narxining foydasiga qoldigi ga teng. Pastki toifa uchun o'rtacha ko'rsatkich 27,9 ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan ancha yomonroqdir. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan solishtirganda bozor qiymatining daromad nisbati juda yomon -2 ball. Oxirgi 12 oydagi foyda -82 million dollarni tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun prognoz qilingan foyda 355 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Prognozli kelajakdagi foyda ko'rsatkichini kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda baholash o'tish mumkin ball. Kompaniya qiymatining daromadga nisbati 39 ni tashkil qiladi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich 6,4 ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan 383% ga yuqori. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kompaniyaning fond bozori qiymatini uning daromadiga baholash yomon -1 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad 770 million dollarni tashkil etdi. Keyingi 12 oy uchun kelajakdagi daromad noma'lum. Kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda kutilayotgan kelajakdagi daromad ko'rsatkichlarini baholash yomon -1 ball.
Savdo marjasi -4,6% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha 22,8% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 27,5% tashkil etadi. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda marginallikni baholash otish mumkin -5 ball. Kichik toifadagi xodimlar soni bo'yicha kompaniyaning ulushi 178% tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuvi ulushidan 147% ga kam. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdori $12,850 ga teng. Pastki kategoriya uchun esa $5,224 tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va tashkilot faoliyati o'rtasidagi farq 146% tashkil qiladi. Kompaniyaning bozor kapitalini bir xodimga to'g'ri keladigan kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash otish mumkin ball. Kompaniyaning individual xodimiga to'g'ri keladigan foyda miqdori -$19,200 tashkil qiladi. Pastki kategoriya uchun o'rtacha bilan $187,000 va kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 90% tashkil qiladi. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan foydani kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash tolet -5 ball. Tashkilotning bir xodimiga to'g'ri keladigan daromad ulushi $415,000 tashkil etadi. Pastki kategoriya $819,000. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 97% tashkil qiladi. Pastki kategoriya ko'rsatkichlari bilan solishtirganda har bir xodimga sotishni baholash otish mumkin -5 ball. Qisqa aksiyalar soni 2% tashkil etadi. Kichik toifa uchun o'rtacha 1% tashkil qiladi. Bu mumkin bo'lgan qisqa siqishning bahosi. Ko'rsatkich esa 14 kompaniya uchun 77% darajasini ko'rsatadi. Cloudflare Inc. Pastki kategoriya uchun bu daraja 55% tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalarining hozirgi narxi taxminan $158 tashkil qiladi. Kompaniya aksiyalari uchun konsensus bahosi taxminan $146 tashkil qiladi. Haqiqiy taxmin va konsensus prognozi o'rtasidagi farq taxminan 7% tashkil qiladi. Keling, buyurtma jadvalini ko'rib chiqaylik. U siz uchun mavjud bog'langan izohdagi havola. Buyurtmalar jadvali axborot ma'lumot tizimi tomonidan joriy mavsumda barcha ommaviy qabul qilingan qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish mutlaqo bepul va ochiq. Bog'langan izohdagi havola. Kompaniya tahlili asosida Cloudflare Inc. Axborot ma'lumot tizimi Guru Markets qaror qabul qilindi. Har bir aksiya uchun 158.4 narxda savdoni oching. Buyurtma kompaniyaning nisbatan past bahosi borligi sababli ochildi. Tashkilot baholash metodologiyasi hokim indeksdan foydalangan holda baholandi. Foyda olish 133.1 da belgilangan. Stop loss 183.7 darajasida o'rnatiladi. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa, keyin buyurtma 2025 yil 23 iyundagi savdo sessiyasi yakunida avtomatik tarzda yopiladi. Yoki ushbu sanadan oldingi oxirgi savdo kunida. Tishker Nervis asosiy xarid operatsiyasi hisoblanadi. Asosiy buyurtma bo'yicha video allaqachon kanalda e'lon qilingan. Buyurtmalarning birortasi yopilgan taqdirda asosiy yoki balanslash. Boshqa buyurtma haqiqiy narxda yopiladi. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va ma'lumot tizimidan foydalanganingiz uchun barchangizga katta rahmat. Guru Markets.